Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyirning Yangi she'rlar nomli she'riy kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu to'plamga O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toyirning keyingi yillarda yozilgan eng yangi she'rlari jamlandi. Asosan vatanga, ayolga, farzandga va hayotga muhabbat tarannum etilgan bu she'rlarni o'qir ekansiz, o'z baxtiyu dardidan masrurlik hissini tuyayotgan inson diliga oshno bo'lasiz. Sodda, samimiy satrlardagi quyma ohang sizni o'ziga jalb etadi. Bir baxtiyor qo'shiq tinglagandek yuragingizga baxt tuyg'usi quchib o'tadi. Aziz kitobxonlar, Mahmud shoirning kitoblari haqida, she'rlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.